Bardak qaranglar, suvimizda nimalar turibdi. Umrimda o'ylamagandim shuncha suv turadi, lekin men ichmayman deb. To'g'risi, umuman olmadim ham, ichganim ham yo'q. Hammasiga qarab qo'yibman. Turibdi. Shunaqa, nimalar boshladik, nimaga bular turibdi, nima deb o'ylaysizlar? Qaranglar mana. Purmelkidan bir dunyo bozorlik keldi. Mazza qilib hozir bularni yeb ichib olamiz. Men eng yaxshi ko'rganim bu tvorogga yogurt qo'shib yeyish shunaqa mazza bo'ladi. Vashshe zo'r. Sinab ko'ringlar. Mana bu tvorogchi, faqat Purmelkida bor. Vashshe zo'r. Sinab ko'ringlar. Mana ikki xili bor. Bittasi yog'liroq, bittasi yog'sizroq bo'ladi. Kimga qanaqasi yoqsa, keyin mana bunaqa tvorojnisi ham bor. Buni ham ikki xili bor. Bundan tvorojnilar pishirish vashshe zo'rda qizlar. Shunaqa zo'r narsa. Mazza qilib. Mana pechim yo'qda bo'lmasa shunaqa zo'r narsalar pishirib berardim. Hozir pechim yo'q. Seroqlari. Bolalarim rosa yaxshi ko'rishadi seroq. Bir kunda bittadan yeb turishadi. Kokosligini oldik bu safar. Hammasi kokosli edi. Rosa ko'p bir dunyo turibdi. Meni rosa ham yaxshi ko'rib yeydiganim smetanasi 20%. Qaymoq qizlar, shoninglar, qaymoq. Ochganda ko'rsataman. Qaymoqqa o'xshaydi. Mo'mayda turgan qaymog'ini-ku gapirmasam ham bo'laveradi. O'tgan safar ishlatgan sirim mana bundan edi. Gaudasini ishlatgandim. Mana bu Samarqanddan rosa zo'r erib chiqadi. Pitsa-mitsalarga vashshe zo'r mana shu ham. Hozir men unda mana ochig'i xolodilnikda shundan yeyap, shunday kesib yegani ham zo'r, yumshoqlash mazza. Shunaqa qilib yeyapmiz hozir. Bularni ham mazza qilib yeb ichamiz endi. Mana bunga fikri bo'lganlar yozinglar. Nima bular?